Menga bir ayol murojaat qildi. Uni so'zlariga ko'ra, ayol turmushga chiqadi, o'zi istagan insonga, o'zi istagan oq libosni kiyadi, o'zi istagandek to'y dabdabalarni o'tkazadi. Ammo to'y o'tgach, oradan 5 kun o'tib, u o'zini juda yomon his qiladi. Ya'ni nihoyatda o'zi o'sib ulg'aygan qizlik uyiga qaytishni istaydi. Va buni tinimsiz ko'z yoshlar va yurak to'killashi, o'zini nihoyatda bezovta his qilish bilan turmush o'rtog'iga yetkazadi. Avvaliga kuyov vaziyatni jiddiy deb baholamaydi, ya'ni ehtimol kelinni erkaligi deb o'ylaydi. Ammo oradan vaqt o'tib u tushunadiki, vaziyat mutlaqo jiddiy. Va shunda u kelinni ota uyiga olib borib qo'yadi. Kuyovning oila a'zolari bu vaqtda kelinni ruhiy salomatligida muammo bor degan taxmin bilan uni qaytib oilaga kiritishni istashmaydi. Kelinning oila a'zolari esa bu vaqtda qizlari mutlaqo sog'lomligini, shu vaqtga qadar unda hech qanday ruhiy buzilishlar kuzatilmaganini, jamiyatning sog'lom a'zosi bo'lganini ta'kidlashadi. Ammo bir oila o'sha onda parchalanadi. Xo'sh, nima bo'lgan edi? Panika bu shunchaki qo'rquv emas. U harakatning ham to'xtab qolishidir. Ya'ni biz hayotda bir hayotdan ikkinchi hayotga sakrar ekanmiz. Ya'ni hayotimizdagi keskin burilishli o'zgarishlarga yuz tutar ekanmiz. Bu vaqtda ko'pincha biz havoda, ruhiyatimiz havoda osilib qoladi. Mana shu yerda bezovtalik paydo bo'ladi. Ya'ni hayotdagi bu o'zgarishlarga nisbatan bizda toqat yetishmaydi. Hattoki ular yaxshi tomonga bo'lgan o'zgarish, ya'ni biz istagan tomonga bo'lgan o'zgarish bo'lishiga qaramasdan. Ya'ni bu vaqtda kelin o'ylaydi: men turmushga tayyor emas ekanman. Men boshqa joyda yashay olmas ekanman. Yoki men yashayotgan joy demak meniki emas ekan. Demak, men bu oilani a'zosi bo'la olmas ekanman degan fikrlarga keladi va mana bu yerda eng katta xato boshlanadi. Keling, mavzuni avvalambor Oykos va polis so'zlari bilan boshlaymiz. Ya'ni mavzuyimizni bugungi mavzuning asosiy nuqtasi ham mana shu yerga borib taqaladi. Demak, Oykos nima? Oykos bu ehtimol biz yashab ulg'aygan uyimiz. Ehtimol biz o'qigan maktab, agar biz u yerda xavfsizlikni his eta olgan bo'lsak, u bo'lishi mumkin ehtimol bizni eski sobiq do'stlarimiz davrasi. Ya'ni Oykosda biz o'zimizni xavfsiz va erkin his etamiz. Sababi u yerda mavhumlik yo'q. Ya'ni u yerda prognoz qilsa bo'ladigan jarayonlar bor. Ya'ni biz oldindan sezadigan nima qilishimizni, qachon, qaysi vaqtda biz hammasiga, ya'ni ishonch hosil qila olamiz Oykos ichida. Mana bu tushuncha Oykos. Polis bu ijtimoiy dunyo, yangi hayot, ya'ni biz qurishimiz kerak bo'lgan yangi oila. Polisda endi biz ortiq bola emasmiz. Bu yerda o'z mas'uliyatiga ega shaxsmiz. Inqiroz nuqtasi ham aynan mana shu yerda sodir bo'ladi. Ya'ni Oykosdan polisga o'tish davrida. Ya'ni biz Oykos, ya'ni eski qobig'imizni yorib chiqdik, uni ichidan chiqdik, ammo biz polisga o'tar ekanmiz. Bizga hali yangi qobiq tayyor emas. U mavjud emasligi uchun bizda ana shu yerda inqiroz sodir bo'ladi. Keling endi bu jarayon, ya'ni bu inqiroz qanday qilib kelib chiqqanini o'rganamiz. Birinchi sabab konfluensiya, ya'ni nikoh oldi va nikohdan keyingi bizda kuzatiladigan depressiv muammolar va shu bilan birga xavotir xurujlarini sababchi bo'ladigan, eng asosan sababchi bo'ladigan tur bu konfluensiya, ya'ni qo'shilib ketish hisoblanadi. Bu nima degani? Biz o'zimiz istiqomat qilgan uydagi ota-onamizga, o'zimizni qizlik xonamizga, u yerda bajaradigan barcha odatlarimizga shunchalik qo'shilib ketamizki, uni o'zimizni bir qismimiz deb o'ylaymiz. Va keyingi jarayon separatsiya, ya'ni separatsiya bu mana shu odatlarni endi o'zgartirish vaqti kelgani, ya'ni katta hayotga
ijtimoiy hayotga qadam qo'yish, masalan, yangi oila qurish, bu vaziyatlarda separatsiya, ajralish jarayoni nihoyatda qiyin bo'ladi. Sababi qo'shilib ketgan, ya'ni konfluensiya jarayonida bizga qo'shilib ketgan odatlar xuddi jarrohlik yo'li bilan kesib olingan kabi, tanamizdan biror joyni kesib olgan kabi og'riq beradi va buni natijasida bemorlarda kuchli xavotir, kuchli depressiyalar paydo bo'ladi. Mana nima muammo ekanini tushunib yetdik. Ya'ni konfluensiya nima? Konfluensiyada yashash jarayonida separatsiya bosqichiga o'tganda nima uchun o'sha ayolda bu bezovtalik paydo bo'lganini qisman bo'lsa-da angladik. Ana endi savol tug'iladi, xo'sh, bunday holatga tushgan insonlarga qanday yordam beramiz? Yoki bu holatga tushgan inson biz bo'lsak-chi, nima qilish kerak? Avvalambor birinchi tavsiya bu nega savolini olib tashlash. Ya'ni nega bu xonadonga kelin bo'ldim? Nega bu insonga turmushga chiqdim? Umuman nega men turmushga chiqdim? Nega hamma eplagan turmushni men eplay olmayapman? Nega hech bir sababsiz men tushkunman? Nega hech bir sababsiz bu yerda yashashni istamayapman? Bu savollarni o'zingizga berib qiynamang. Ya'ni bu savollarda javob mavjud emas, sababi bu separatsiya jarayonida yuzaga kelayotgan sizdagi og'riqlarni aks sadosi hisoblanadi. Yordam berish masalasida esa birinchi galda abstraksiyani asta-sekinlik bilan detalizatsiyalashtirish, ya'ni abstraksiya mavhumlik, detalizatsiya aniqlik. Ya'ni nima qilish mumkin? Masalan, siz qaysi stakanda choy ichasiz? Siz qaysi vaqtda dam ola olasiz? Qaysi vaqtda musiqa tinglaysiz? Qaysi kunning qaysi qismida siz bozorga borishingiz mumkin? Qachon ishga tushasiz? Qachon? Bular ya'ni kelajak haqidagi aniqlik sizga kerak bo'ladigan narsa hisoblanadi. Bizni Oykosda nima tinchlantirib turar edi? Bir o'ylab ko'ring, ya'ni Oykos jamiyatida biz turmushga chiqishimizdan avval nimalar bizni xotirjam qilardi? Nimalar bizni tinch yashashimizga yordam berardi? Aslida aniqlik, ya'ni mavhumlikning yo'qligi. Aniqlik bor joyda panik xavotirlar va depressiv buzilishlar o'z-o'zidan ortga chekinadi. Navbatdagi yechim esa legitimlik, ya'ni haqiqiylik. Agar sizni yoningizdagi inson shu holatda bo'lsa yoki siz o'zingiz bu holatda bo'lsangiz, avvalambor bilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa bu hislarni haqiqiyligi. Ya'ni aslida mavjudligi, muqarrar bir holat ekanligi, uni kasal emasligi, uni epsiz emasligi, jamiyatga qo'shilishga yoki yangi oila qurishga hali tayyor emasligidan emas. Ya'ni bir jamiyatdan ikkinchisiga o'tishdagi inqiroz muammosi ekanini va bu muammo insonlarda mavjud ekanini, ular ba'zan juda og'ir holatlarda ham yuzaga kelishi mumkin ekanini tushunish va tushuntirish. Bu nihoyatda muhim masala hisoblanadi, chunki aynan panika bu to'xtab qolishdir. Ya'ni bu so'zlar, ya'ni legitimlik esa to'xtab qolgan energiyani harakatga keltiradi. E'tiboringiz uchun tashakkur azizlar. Xulosa o'rnida bir so'zni aytishni istardim. Hayot bu doimiy o'sish. Ya'ni unda yashar ekanmiz, har bir biz tashlagan yangi qadamda o'tmish bilan xayrlashish og'rig'i bo'ladi. Ya'ni bu og'riqlarni yashamaslik imkonsiz. Va lekin bilishimiz kerak bo'lgan yagona narsa bizdagi haqiqiy tayanch, haqiqiy opora, bizga kerak bo'lgan haqiqiy kuch biz tashlayotgan yangi qadamni, jasorat bilan tashlayotgan qadamni ostiga yashiringan. Shunday ekan, panikadan qo'rqmang. U sizni o'sayotganingizdan dalolat beradi. Salomat bo'ling.